aleyküm. Ustazlar, atanlar, umaq savadaşlar. Yaxşımısılar? Həmməylərinin ana türkülüge mübarək olsun. Ana til anamızın tilidir. Ana tilini xuddi anamızı qadirgəndə qadirləyimiz. Biz Uyğur ana til tor məktəbinin 1-ci yıllıq 1-ci sınıf oxucuları. Antoni Grom. Benim apam digən əsrini huzurunlarga sunub birimiz. Mening apam bək qaltis. Apam usta aşpaz. Apam etken tamaklar bək təmlik. O bir hayran qalarlıq seyirci. O nəhayət çıraylı törənib yürüdü, o bək cılıbkar. Mening apam dünyadaki en güçlü ayol. Mening apam hakikaten bek qaltis. Apamning bir juft chivar qo'li bor. O nurg'un ishlarni qila oladi. Har xil gullarni o'stira oladi. Mening ko'nglim yelim bo'lganda, xuddi gul paridek yonimda paydo bo'lib, meni bek xush ko'radi. U naqsh aytganda ovozi xuddi perishdek chiqadi. U to'lganda ovozi xuddi shinning hur kirishiga o'xshaydi. Mening opam haqiqatan bek qaltis. Mening opam kimlikka o'xshash bek chiroyli. Mening opam bek muloyim. U xuddi yumshoq urug'da kishiga rahat yashaydi. Mening opam aslan chaqqa o'xshash bek yaqinni bek umaq. U karkatanda kuchli. Mening opam haqiqatan bek qaltis. U suvchi bo'lalaydi yoki olam shuqisi. U danglik kino artisti bo'lalaydi yoki cho'q ajoyib. Mening opam jahonda berdosh. O bir xosiyatli opa. Mening opam bek qiziqchi. U meni bek güldürdü. Mening opam bek yaxshi. Men opamni bek yaxshi ko'raman. Opam meni bek yaxshi ko'rdi, bek suydi. Har vaqt